Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tarafga charchamayapsizmi? Qarang, mana shuni bo'yinni menga o'rgatib yuboring. Orqasiga zamok qo'yilgan ekan. Mana shu bo'yinni xuddi shunday bo'lib chiqish uchun qanday qilish kerak? Mana shu bo'yindagi stoykasini. So'ralgan fasonda tushuntirib o'taman. Stoyka yoqasini taxminan 20-25 sm uzunlikda to'g'ri chiziq chizib olamiz. Yon boshiga 3 sm qildim. Agar stoykasi tikka bo'lishini xohlasangiz 2,5 sm qiling. Mana shunaqa avval chizib olaman va taxminan buni uzunligi 5 sm. Mana shunaqa burchak ostida 3 sm ga chiziq chizib nuqta qo'yapman va bu 3 sm dagi nuqtani qaytadan belgilab chiqyapman. Bu stoyka yoqamizning kengligi, tayyor kengligi. Ikkita yelka oldi orqasi tikilgandan keyingi nimani ikki buklab mana shu joyini, ya'ni yarmini o'lchab olamiz. Va mana shu joyim xuddi o'shancha bo'lishi kerak. Undan sal uzunroq olsangiz ham hech narsa qilmaydi. O'sha o'rtasini ulaganda tayyor yoqa mana shunaqa bo'lishi kerak. Endi buni matoga qanday qo'yib chizib olishni ko'rsatib o'taman. Mato agar patli bo'lsa, patiga qaraymiz, pati tepaga qarab turishi kerak. Xuddi mana shunaqa ichgan qog'ozimizda qo'yib, ikki chetini chizib olamiz va yoniga yana 0,5 santimetrdan tik shaqqa qo'shamiz. Bundan ham qiziq ma'lumotlar va bepul darsliklarni olish uchun bitta like bosing, kanalimga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing.